Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Kresloda massaj olmoqchi edim. 20 ming so'mlik yoqib bering. Yo'q akajon, to'g'ri tushuning. Bu kreslo massajerlar sotiladi. Bizda xohlasangiz sal nariroqda qo'yilgani bor. U yoqda massaj olsangiz bo'ladi pulga. Yo'q, yuring, men sizni ko'rsataman shu kresloni. Okey, mana shu kreslo massajyorda massaj olmoqchiman. 20 ming yoqib bera oling menga. Yo'q akajon, to'g'ri tushuning. Bizda bu massajning kreslolar sotiladi. Bizning bu hozir showroomimiz. Sal nariroqda bizda qo'yib qo'yamiz. U yoqda bemalol pulga massaj olsangiz bo'ladi. Xo'p, aka, keling. Bizda Adex mijozdan umuman xafa qilmaydi. Keling, men sizga yangi modelimiz kelgan edi. O'shanda hozir massaj olib ketsangiz bo'ladi. Keling. Akam qalay, yoqotdimi massajlar? Yo'q, gap yo'q. Qarang, bu modelimizda 787 Ultra yangi model hisoblanadi bizda. Okey, men buni bitta zo'r tarafi monitorlari o'zbek tilida, uydagi onaxon